Endi hurmatli obunachilar, endi sizlarga kepak kunjaralar narxlari, arpalar narxlari, makka bug'doylar narxlarini tanishtirib boramiz. Qara videoroliklarımizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lingizlar. Narxlarini tanishtirib boramiz sizlarga. Mana bir tanishtiring aka, mana kepaklar qancha bo'lyapti? Kepaklar qancha bo'lyapti? Qobiga 98 ming bo'lyapti. Bu yormalar qancha bo'lyapti makkani? 4800 so'm bo'lyapti yormalar. Vitaminlarchi? Vitaminlar 10 mingdan. 10 mingdan bo'lyapti. Makkalarchi? Makka 4,5. Yormani qancha deyapsiz uni? Yormasi 4800. 4800 so'm. Bug'doylarchi? Bug'doy 4200, mana aralashmadon degani 4000. 4000dan. Yaxshi. Mana bularchi? Bu ham 4000 aralashmadon. Arpalar qancha bo'lyapti? 4,5. Arpa 4,5 ming bo'lyapti. 4,5 ming so'mdan bo'layotgan ekan kilosi. Dastavkalari bo'ladi aka? Yo'q, dastavka yo'q. Olib borib berishlar ko'proq olaman deyotganlarga. Nomerni ayting, qo'yib qo'yamiz. Endi ko'proq olaman deyotganlarga olib borib. Nomerni qo'ymang, bir marta Samarqanddanmi, qayerdan birov telefon qilibdi. 30 tonna bug'doy nima bor olasizmi? Nomeringizni zanodan oldim deb. Yo'q, endi so'rovchilar ham bo'ladi. Balkim sizdan olishi mumkin. 93lik 93lik 589 aha 2171. Ismingiz kim deydi? Gulmurod. Gulmurod aka. Mana shuna arpa, kunjara, bug'doy, makka, kepak kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dastavkalari hammasi ichida qilib beramiz deyapti. Qulaygina kilosiga qarab. Manzil qayerda aka? Manzil Mehriga mahallasi. Mehriga yo'q mahallasi. Kimga kerak bo'lsa, mana bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Xohlagan turma-tur makka deysizmi, arpa deysizmi, hammasidan topiladi. Qanchadan bo'lyapti bular? Aralashmasi? 4000. Bug'doylar qancha bo'lyapti? 4000. Bug'doylar 4000 so'mdan. Makkalarchi? Makkalar 4,5 bo'lyapti. Yormalarchi? 4800. Makkalar 4800 bo'lyapti. Bular qancha bo'lyapti arpalar? 4400. 4400 so'm. 5000 4800 beramiz. Shulqalar? 4800. 4800 so'mdan. Bu kunjaralarchi? Kunjara 6 million, 6 ming so'mdan bo'lyapti. 4700 ko'radi. 4200. 7. Qanday bo'lyapti aka? Bu dastavkalari ham bo'ladimi? Ha, Ko'proq oladiganlarga dastavka ham bo'ladi. to'pgan bo'ladi. Nomer ayting, qo'yib qo'yamiz. 93lik 93lik 800 800 26 70. 26 70. Bunday. Ismingiz kim deydi? Baxtiyor bobo. Baxtiyor bobo. Manzil qayerda? Chaponchi qishloqda, Chaponchi qishloqda. Necha kilo bo'ldi? Necha Kimga oluvchilar bo'lsa, mana bemalol arpa kerak bo'ladi, kunjara kerak bo'ladi, makka kerak bo'ladi, shulqa kerak bo'ladi. Kimga aloqa qilsangiz, dastavkalari hammasi ichida qilib beramiz deyapti. Makkalar qanchadan bo'lyapti aka? Uyingga Optimga. olib ketaman o'zim. Kiloga 4000, 4,5 bo'lyapti. Yo'q, kallam og'riydi bu yerda. Yaxshi qon. 4,5. 10 ber. Qancha bo'lyapti arpa? Arpa 5,5. Bug'doylar qancha bo'lyapti aka? Bug'doylar 4000 so'm. Mana shunday. Tanishtirib boraylik narxlardan. Bug'doylar qancha bo'lyapti aka? Bug'doylar 4000 dan bo'lyapti. Kunjaralarchi? 6,5 ga 5,5. 6,5 ga 5,5. Qayerdiki bu? Samarqand Qarshi. Samarqand Qarshiniki. Shulqalarchi? Shulqa 4800. Shulqalar 4800 so'mdan bo'lyapti. Mana bularchi? 5,5. Bular 5,5 dan. Arpalarchi? Arpa 4,5. Arpa 4,5 dan. Kepaklar qancha bo'lyapti kepaklar? Haltaga 100 ming bo'l. Kiloga 4000. Haltaga 100 ming bo'lyapti. Kimdir oluvchilar bo'lsa, mana kunjara kerak bo'ladimi, arpa kerak bo'ladimi, bug'doy kerak bo'ladimi? Topiladi. Akaning telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dastavkalar hammasi ichida qilib beramiz deyapti. Ayting nomerni aka. 99lik 210 1392. 1392. Ismingiz kim deydi? Farhod aka. Manzil qayer? Muzrobot Navoqirdan ekan. Oluvchilar bo'lsa, mana bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dastavkalarni hammasi ichida qilib beramiz deyapti.
kunjaralar? Kunjaralar 6200 so'm. 6200 so'm. Arpalarchi? 4300. 4300 so'm. Tari qancha bo'lyapti? Tari 3,5. Bug'doylar 4000 bo'lyaptimi? 4000 ha. Bo'lyapti aka? Qo'lga 95 ming. 95 ming so'm bo'lyapti. Mana makkani yormalari qancha bo'lyapti aka? Makkani yormalar 4,5. Makkalar 4,5 dan bo'lyapti yormalari. Bitek. Kunjarachi? Kunjara aka 6000 so'm. Kunjara 6000 dan bo'lyapti. Va silos ham siz ham? Silos mana hamsalar. Silos qancha bo'layotgan ekan? Xaltaga 30 ming so'm. Mana. Kelishtirib beriladi. Narxi? Bu 7000 bo'lyapti, 6,5. Arpalar qancha bo'lyapti? 4,5 bo'lyapti. Siloslarchi? 300 ming. Siloslar 30 ming bo'lyapti. Qobiga qancha bo'lyapti aka bular? 95. Qobiga 95 ming so'm bo'lyapti. Xo'sh, mana akalarning telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Silos kerak bo'ladimi, kunjara kerak bo'ladimi, arpa kerak bo'ladimi, kepak kerak bo'ladimi, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Ayting nomerni aka. 93lik. 93lik. 767. Aha. 2633. Ismingiz kim deydi? Baxtiyor aka. Baxtiyor aka. Manzil qayer? Saytot Center. Saytot Centerda. Oluvchilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavkalari joyida qilib beraman. Kepaklar 90 mingdan 95 minggacha bo'lyapti. Undan ham kelishtirib bizning kanallardan kelganga kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Kepaklar qancha bo'lyapti aka? 85. Qobiga. Qobiga 85 ming. Siloslarchi? Siloslar 30 mingdan bo'lyapti. Mana bularchi? 4200. 4200 so'mdan. 700. Ha. Kunjara 5700 so'm. Qayerdaki bu? Samarqand. Samarqandniki ekan. 5700 so'mdan. Arpalar qancha bo'lyapti aka? Arpa 4300. Arpa 4000 so'm. Bug'doylarchi? Bo'y 4000. Bug'doylar 4000 dan. O'zi Ma'rif uzmadir. ha, nomi o'zgarganda. Bu qanchadan bo'lyapti bular? Siloslar? Siloslar 30 ming. Siloslar 30 ming so'mdan bo'lyapti. Makka yormachi? Makka yormalar 4 ming so'mdan bo'lyapti. Kepaklarchi? Anolar kunjaralar qancha bo'lyapti? Ha? Kunjaralar 6 mingdan bo'lyapti. Kepaklar qancha bo'lyapti? Qobiga 85 ming so'm. Mana hurmatli obunachilar, kepak kunjaralar narxlarini chiqardik. Qani videolarimiz yoqsa, qani qarshilatdi layklar bosib qo'yamiz. Kimga anolar bo'lsa telefon raqamlarini qo'yib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nima deysiz aka? Nomerni ayting. 97lik. 97lik 729. Aha, 0096. bo'ldi. Akaga telefon qilishingiz mumkin. Bug'doy kerak bo'ladimi, arpa kerak bo'ladimi, kunjara kerak bo'ladimi? Bizning kanaldan kelganlarga kiloga asal qobiga kelishtirib beriladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana kelishtirib beriladi. Ismingiz kim deydi aka? Manzil qayer? Angor. Manzil Angor. Yetkazib beriladi. Dastavkalar hammasi ichida qilib beriladi. Bizning kanaldan kelganlarga chiroyli qilib narx qilib beriladi. Silos deysizmi, arpa deysizmi, kunjara deysizmi, hammasidan topiladi.